Hozir dunyo har qachongidan ham ko'proq bog'langan. Hammada telefon, internet, ijtimoiy tarmoqlar bor. Lekin nega odamlar tarixdagi eng yolg'iz davrini yashayapti? Yolg'izlik bu sizda hech kim yo'qligi emas. Bu o'zingizni yo'qotib qo'yganingizdan dalolat. Tadqiqotlarga ko'ra, surunkali yolg'izlik sog'liqqa kuniga 15 ta sigaret chekish bilan bir xil zarar yetkazadi. Nega bu haqda hamma jim? Avvalo bir narsani aniqlashtirib olaylik. Yolg'izlik bu yolg'iz bo'lish emas. Siz tog'da, uyda kitob o'qib yolg'iz o'tirishingiz mumkin va o'zingizni juda yaxshi his qilishingiz mumkin. Bu yakkalik, o'zingiz bilan tinch bo'lish holati. Yolg'izlik esa boshqacha. Bu atrofingizda odamlar to'la bo'lsa ham hech kim sizni chinakam tushunmayotgandek his qilishingizda. Psixologlar buni shunday ta'riflashadi. Yolg'izlik bu siz xohlagan aloqa bilan aslida mavjud bo'lgan aloqa o'rtasidagi farq. Ya'ni siz chuqurroq, chinroq munosabat xohlaysiz, lekin real hayotingizda buni topa olmaysiz. Shuning uchun ham ba'zan to'yda, do'stlar davrasida bo'lsangiz ham siz o'zingizni dunyodagi eng yolg'iz odamdek his qilishingiz mumkin. Keling, endi raqamlarga qaraylik. Chunki bu hech kimning shaxsiy muammosi emas. Bu global tendensiya. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2025-yilda maxsus komissiya tuzdi va shunday xulosaga keldi. Yolg'izlik va ijtimoiy izolyatsiya har soatda taxminan 100 kishining o'limiga bog'liq. Yiliga 870 mingdan ortiq inson degani bu. AQShda esa bosh xirurg 2023-yilda yolg'izlikni rasman milliy sog'liqni saqlash inqirozi deb e'lon qildi. Va bilasizmi eng ajablanarlisi nima? Ko'pchilik yolg'izlikni qariyalar muammosi deb o'ylardi, lekin statistikalar aksincha ko'rsatyapti. Tadqiqotlarga ko'ra 18 dan 29 yoshgacha bo'lgan yoshlar eng yolg'iz avlod hisoblanadi. Ular hatto 65 yoshdan oshganlardan ham ko'proq yolg'izlik his qilishadi. Ya'ni eng ko'p bir-biriga bog'langan onlayn bo'lgan avlod o'sha eng yolg'iz avlod bo'lib chiqdi. Bu bejiz emas albatta. Bunga bir necha sabablar bor. Birinchisi, raqamli aloqa haqiqiy aloqani almashtirib qo'ydi. Biz kuniga yuzlab xabar yozamiz, lekin ko'zma-ko'z gaplashish soni tobora kamayib bormoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqdan foydalangandan keyin odamlarning yarmidan ko'pi o'zini avvalgidan ham yolg'izroq his qiladi. Chunki siz boshqalarning eng yaxshi lahzalarini ko'rasiz va o'zingizni oddiy kunlaringiz bilan solishtirasiz. Ikkinchisi, jamiyat tuzilishi o'zgardi. Ilgari odamlar mahallada, katta oilada, doimiy bir jamoada yashagan. Hozir esa ko'chib yurish, masofada ishlash hammasi normal holga aylandi. Bu qulay, lekin bir narsaning hisobiga. Barqaror ijtimoiy aloqalar. Uchinchisi, hayot tezligi. Ish, o'qish, pul, martaba hammasi shu qadar ko'p vaqt yeydiki, shunchaki o'tirib gaplashishga vaqt qolmayapti va odamlar buni ortiqcha, foydasiz narsa deb hisoblay boshlashdi. Endi eng muhim narsa haqida gaplashaylik. Yolg'izlik shunchaki noqulay tuyg'u emas. Bu tanangizga ham ta'sir qiladi. Tadqiqotchilar aniqlashicha, doimiy yolg'izlik yurak kasalliklari xavfini deyarli 30% ga, insult xavfini esa yana ko'proq oshiradi. Demensiya, ya'ni aql zaiflashishi xavfi ham sezilarli darajada ortadi. Ba'zi mutaxassislar buni kuniga 15 ta sigaret chekishga tenglashtirishadi. O'ylab ko'ring, shunchaki kimsasiz his qilish jismoniy jihatdan shunchalik zararli bo'lishi mumkin. Chunki inson miyasi ijtimoiy mavjudot sifatida evolyutsiya qilgan. Qadim zamonlarda birov qabilada ajralib qolsa, bu o'lim bilan barobar edi. Shuning uchun yolg'izlik hissi miyamizda xuddi og'riq kabi signal beradi. Bu sizga nimadir yetishmayapti degan tabiiy belgidir. Yaxshi xabar shuki, yolg'izlik o'zgarmas hukm emas. Siz buni bartaraf eta olasiz. Olimlarning aytishicha, eng yaxshi natija ko'p emas, chuqur aloqalardan kelib chiqadi. Ya'ni sizga 100 ta tanish emas, balki 2-3 ta siz ochiq gaplasha oladigan odamlar kerak. Biror klub, jamoa, guruhga qo'shiling. Sport, kitob klubi, farqi yo'q. Asosiysi muntazam uchrashadigan odamlar bilan munosabat qurishga harakat qiling. Chunki yolg'izlikni yengishning kaliti kimdir kelib sizni topishni kutish emas, balki birinchi qadamni o'zingiz tashlashdir. Xullas, agar siz ham vaqt bilan atrofingiz to'la bo'lsa ham o'zingizni yolg'iz his qilsangiz, bu siz bilan nimadir noto'g'ri degani emas. Bu millionlab odamlar his qilayotgan, ilmiy tomonidan tasdiqlangan zamonaviy hodisa. Lekin buni shunchaki qabul qilib o'tirib bo'lmaydi. Agar ushbu videomiz sizga yoqqan bo'lsa,
kanalimizga obuna bo'ling. Videomizga like bosib, izohlarda qanchalik o'zingizni yolg'iz his qilishingizni yozib qoldiring.